Pichakgulning shifoliq roli. Pichakgulning dorilik qiymati nihoyat yuqori. Jongi tabobatida pichakgul badanni quvvatlab, issiqni haydaydi, kuch to'liqlaydi, muskulni changitadi, uzun muddat iste'mol qilsa, ko'z quloqni sezgir qiladi deyilgan. Pichakgulning tarkibida oqsil, qanit, vitamin, may, xolin va kraxmal bor. Uningdan boshqa yod, kalsiy, temir qatorliq moddalar nihoyat ko'p. Shunga odam badaniga nihoyat foydali. Tuanda biz pichakgulning bir qancha cho'ng rolini ko'rib boqaylik. Birinchi, talni sog'lomlashtiradi, oshqozonga foydali. Pichakgul tarkibidagi omillansa talni quvvatlab, oshqozonning hazm qilish iqtidorini yaxshilaydi. Oshqozon uchay kasaliga giribtor bo'lganlarga foydali. Ikkinchi, yo'talni to'xtatadi, o'pkaga foydali. Pichakgul tarkibidagi saponinning balg'am xilitni bo'shatish roli bor. O'pkadagi yalni haydab, o'pkani quvvatlaydi. Uchinchi, umrni uzartadi. Pichakgul tarkibida mo'l miqdorda yepishqoq oqsili bor. Vitamin va mikrob elementi ko'p. Qondagi may va qon tomir devoridagi cho'kmalarni eritish, yurak kasalining oldini olish, nervini tinchlantirish va umrni uzartish roli bor. To'rtinchi, o'smaning oldini oladi. Pichakgul tarkibida mo'l miqdorda qanit bor. U immunitet sistemasini qidiqlab va tangshaydi. Uningdan boshqa badanni quvvatlab, charchashni tugutish roli bor. Eng muhimi pichakgul tarkibidagi qanit bilan siklofosfamid o'smaning oldini oladi. Qo'lpiyozning shifoliq roli. Bir tal qo'lpiyoz bilan bir tal olmani ezib aralashtirgandan keyin hosil bo'lgan sharbatga 2 qo'shiq hasal qo'shib, kuniga 3 qatim, har qatimda bir qo'shiq ichsa, qona yallig'iga shifo bo'ladi. Quloq og'irganda dorilangan paxtini qo'lpiyoz suyiga chilab, quloq ichiga silib bersa, quloq og'riqini pasaytkili bo'ladi. Ezib pishirilgan qo'lpiyozning qonay va o'pkadagi balg'amlarni bo'shatishga foydasi bor. Agar qo'ymayi bilan qaynatsa, unumi texmi yaxshi bo'ladi. Qo'lpiyoz postini qaynatib choch yuvganda, chochdagi kepakni yo'qotqili hamda chochning paqiroqligi, yumshoqligini saqlag'ili bo'ladi. Mikrobdan zaharlanib ichi surganda 3 taldan 5 talgacha qo'lpiyoz g'olini sumayga tekkizib, ya'ni zig'ir yig'i, xasing yig'i, qichi yig'i bo'lsa bo'ladi. 2 soatda bir qatim yeb bersangiz, ichi surishni davolashda alohida unumi bo'ladi. Qo'lpiyoz g'olidan 5 tal, qora chilandan 15 tal, chilan ezilguncha qaynatib, chilanni yeb suyini ichib bersangiz, börekni quvvatlab, nervini tinchlantirib, uyqu keltiradi. Yumg'oq sutning shifoliq roli. Yumg'oq sutni yaxshi ko'radiganlar har vaqtlik tamoqida yumg'oq sutning bo'lishini umid qiladi. Yaxshi ko'rmaydiganlar bo'lsa, uning puruqini purg'an hamon ishtahosi butunlay tutiladi. Bugun biz uning ta'mini tilga olmasdan balki uning ozuqlik qimmati ustida to'xtalamiz. Yeyish yoki yemaslikni o'zingiz qaror qiling. Yumg'oq sut xushbiroq ko'ktatlarning biri. Qadimiy Rim davrida kishilar yumg'oq sutni go'shtni yangi payda saqlash uchun ishlatadi. Bundaq bo'lishidagi sabab yumg'oq sutning belgilik mikrob o'ldirish rolining bo'lganligida. Dori o'simliklari qomusida yumg'oq sut tabiiy mo'tadil bo'lib, o'pka, talg'i shifo qiladi deb xotirlangan. Yumg'oq sut qizilning dastlabki mezgilini, suydik ravon bo'lmaslik, yemaklik yig'ilib qilish, hazm qilish yaxshi bo'lmaslik, so'ngi chiqib qilish qatorliq kasalliklarga shifo qiladi. Bosh qishda atdigan va kashning temperaturasi bir qadar tuvan bo'ladi. Shundaqla diqqat qilmaganda zukam bo'lib qolamiz. Odatda uyda qo'rig'anda ozroq yumg'oq sut qo'shib qo'yganda zukamning oldini olish rolini o'ynaydi.